Keldik. Monitoringda xatolik chiqyapti, ya'ni bitta blok pitaniya ham to'p kelmayapti, deyapti. Ko'ramiz. Hozir orqasiga o'tib tekshiramiz. Nima bo'lgan ekan? Странно. Ikkala blok pitaniyadan pitaniya bor. Negadir shu Dell serverlarni qilig'i bor. Svet o'chib yonsa, qaytib o'ziga kelmaydi. Hozir tekshiramiz endi. Bittadan o'chirib tekshiramiz. Pitaniyani qayta qo'yib yuborish kerak. Hozir obro'tga bo'ldi. Ketdik. Bo'ldi. Har doimgidek Dell'ni o'zida kichkinagina muammocha. Ba'zida serverni перезагрузка qilish yordam beradi, lekin yomon tomoni важный servis ishlab turgan paytda na kechasi na kunduzi o'chirish imkoni bo'lmaydi. Shuning uchun mana hozir monitoringda xabar chiqdi. O'sha orqali keldim. Передёрib o'tgandan keyin o'ziga keldi. Ba'zida shunaqa muammolarni ham hal qilishga to'g'ri keladi. Shu uchun monitoring sistemalarini o'rnatish kerak va orqali kuzatib borish kerak serverlarni. Ba'zida agar bu pitaniya kuygan bo'lganida yoki kabelda muammo bo'lganda ham kelib to'g'rilashga to'g'ri keladi. Udalyonni to'g'rilab bo'lmaydi.